Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Akajon, bir ikkita savollar bor edi. Bemalol. Endi shu maktab bitirib o'zining yo'lini topayotgan, o'sha Yevropaga harakat qilaman degan aka-ukalarimizga nima maslahat berasiz? Qanaqa yo'llar bilan Yevropaga kirish yaxshi? Nima deysiz? Assalomu alaykum avvalambor hammaga. Ukamiz chiroyli savol berishdi, chunki bu savolni ko'pchilik shu blog olib borayotgan insonlarga berishadi. Avvalambor institut bo'lmagan, maktabni tugatib, o'sha 18 dan tepasi maktab tugatib, pasportini olib, haqiqatan chetga chiqish pasportini olgandan keyin birinchi qiladigan ishi men maslahat beraman. Men o'zim shu narsalardan o'tib keldim. Birinchi o'rinda hech bo'lmaganda ingliz tilini o'rganishdi. Eng kamida bir 50% o'rganishni men. Chunki kelganingizda sizda vizangiz bo'lmasa, vizangiz o'tib ketib, qora ishchi bo'lgan taqdiringizda ham til bilsangiz ko'p narsa yutasiz bu yerda. Ikkinchidan, avvalambor bu yoqqa kelgandagi har kimga ishonmaslik. Uchinchidan, viza qilayotganda vizachini juda tanlashda ehtiyot bo'lish kerak. Har kimga ishonish kerak emas. Keyin aka, qanaqa viza turlari bor? Nima maslahat berasiz? Viza turlari mana student vizasi deysiz. Keyin misol ishchi viza qanaqa qilsa bo'ladi uni? O'sha maktabni bitirib, endi institutga kirganlardan Work and Travel Germaniyada Work and Travel dasturi bor. O'sha bo'yicha kelsa bo'lar, 3 oylik u. Keladi, uni ish bilan joylashadi, u qiyinchilik bo'lmaydi. 3 oydan keyin yana qaytib ketadi. Bu Work and Travelga qachon topshirsa bo'ladi? Nimalarga e'tibor berish kerak? Work and Travelda avvalambor u bola institutda o'qigan bo'lishi kerak, ikkinchi kurs, birinchi kurs emas, ikkinchi kurs, uchinchi kurs bo'ldi. Lekin 4-chi kurs emas. Agar zavushni bo'lsa-chi? Zavushni bo'lsa ham topshirsa bo'ladi. Work and Travel yozgi dasturi bor va qishki dasturi bor. Men maslahat beraman, ko'pincha yozgida atkazlar ko'p chiqadi. Qishki Work and Travelga topshirishni maslahat beraman. Nimaga? Qishki Work and Travelda bizda O'zbekistonda juda kam insonlar qiladi. Men o'zim qilgan firmada ham o'zi sanoqli firma qiladi. U hamma qila olmaydi. Chunki qishki Work and Travel juda qiyin, lekin hujjatingizni chiroyli saqlashiga bog'liq. Yozgisigacha. Yozgida chunki sayohatga ketayotgan odamlar bor. U yerda siz ochirt ola olmaysiz, birinchi o'rinda. Ochirt masalasi juda qiyin. O'sha eng sizga minus kelayotgani o'sha ochirtni darcha pulga sotib olasiz. Kim misol uchun yo o'qimayman, ish masalasi bo'yicha ketaman, rabochiy viza, ishchi viza. Ularga qanaqa vizalar? Hozir berish qanaqa bo'lyapti hozir Yevropada? Yevropada men maslahat beraman. Polsha juda qiyin. Chunki sizni ochirtingiz kelgancha barabanda aylantiradi, sizga keladi, u juda qiyin. Sizga maslahat berishim Litva bilan Latviya. Litva vizasi bilan, ID kartasi bilan kelib, Polsha, Litva, Latviyani ID kartasi bilan Germaniya, Gollandiyada ishlashingiz ruxsat bor. Kelasiz, bemalol ishlaysiz. Hech qanaqa sizga to'siq yo'q. Lekin Skandinaviya davlatida, Shvetsiya, Daniya, Luksemburg anavilarda yo'q. Juda qiyin. Bu yerda sizni ishlashga ruxsat yo'q. Faqat kelib aylanib ketish, sizni ish joyingizni ushlasa, sizni deportatsiya qiladi. Kamida 5 yil. Masalan, to'g'ridan to'g'ri Shvetsiyaga rabochiy viza qilish shuni zo'r berdingiz. To'g'ridan to'g'ri Shvetsiyaga juda qiyin. 100% oladigan bo'lsak, 80% chiqmaslik ehtimoli bor. 20% chiqishi mumkin. 20% deganim, firmani zo'r tanlasangiz, sizga viza berishi mumkin tashqaridan. Bu firmaga bog'liq. Misol siz qanaqa viza bilan kelgansiz Shvetsiyaga o'zi? Men to'g'risini aytsam, 3 oylik Work and Travel dasturi bilan kelganman. Yevropa jamoasi bor edi. Menga juda katta yordam berishgan. Men chunki undan oldin 4-5 ta vizaga topshirganman, atkaz olganman. Work and Travelda o'sha Yevropa degan kanal bor, o'sha firmasi bor. Chiroyli menga xodimlari menga muomala qilib, chiroyli o'sha vizalarni taklif berdi. Alhamdulillah, viza chiqdi. Men shu 3 oylik dastur bilan kelib qolib ketganman, to'g'risi. Men ketgan niyatim bo'lmagan va Shvetsiyaga o'zim kelganman keyin. Masalan, o'zi 3 oylik Work and Travel bilan kelib, dokumentingizni cho'zdirib Shvetsiyaga o'tib ishlasa bo'ladi-a, qonuniy. Work and Travel dasturiga kelganingizda sizga maslahatim o'sha kelgan zahotingiz Litva, Latviya yo Polshaga ID kartaga topshirishingizni maslahat beraman. Kelgan paytingiz sizga maslahat beraman. Chunki Litva ID kartasiga topshirganman birinchi 2 yilligiga. Olganman alhamdulillah. O'sha ID karta bilan yuraman men hozir legalli. Lekin Shvetsiyada ishlashga ruxsatim yo'q, lekin meni firmam ishlatadi. Mana ID kartam bilan. Chunki men xo'jayinim bilan yaxshiman, muomala qilaman, men til o'rganganman, meni plusim shu. Misol Work and Travel dasturiga tilni bilmasdan ham kelsa bo'ladimi? Bu Work and Travel dasturiga tilni bilmasdan kelsangiz bo'ladi, lekin juda qiynalasiz. Siz zo'r bo'lib ketasiz deb men sizlarga ayta olmayman. Siz til bilmadingizmi, juda qiyin.
Rahmat aka savollar uchun. Rahmat sizga ham. Sog' bo'ling, yana Mayli, ko'rishguncha. ko'rishamiz. Rahmat hammaga. Mayli.